onasini emsin. Assalomu alaykum. Kiring mehmon. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Qizingizga suv cho'p keldim. Kiring. Xo'sh, kepsiz. Men sizga ertaga qizimni bersam, boqa olasizmi? Nima deyapsan aka? Bemalol boqaman. Och qoladigan zamon emas hozir. Men qizimni shundoqqa berib yuboradigan odam emasman. Senga qizimni berishim uchun sen meni sinovimdan avval o'tishing kerak. Qanaqa sinov amaki? Amaki, sinov uncha qiyin emas-ku. Shular hammasini maydalasam, keyin qizni menga berasiz. O'ylab ko'ramiz. Shuni olib borsam keyin berasizmi? Amaki cho'p bo'ldim. Endi berasizmi? Bo'ldi amaki. Endi berasizmi? Amaki, endi berasiz, xudo xolasa. Mard bola ekansan. Sevging uchun astoydil kurashding. Qizim bo'lganda senga berib yubordim. Nima? Siz hali qizingiz yo'qmi? Meni qizim yo'q. Sanda hali kuniga 10 talab adashtirib kelishadi uyimga. Ra'noni uyiga kelganmisan yo'lak. Ra'noni uyi, narga oladi-ku.